Shundoq qilib, men darhol doktorxonaga chopdim. Men barsam, olli-burun operatsiya uyiga kirib bo'ldim. Bir chaqdan keyin doktor chiqib, bolani saqlab qolamdiq yoki onasinimi deb so'radi. Men uncha ko'p o'ylab o'tirmayla, onasini saqlab qolaylik dedim. Men ishning tafsilotini bilish uchun Ra'nodan so'rab ko'rmoqchi bo'lib, ishxonasiga kirdim. Qani keling, o'tiring. Deb meni qizg'in kutib oldi. Rahmat sizga, dedim aralla. Men ahvolni o'ningga dedim. U menga shundoq bir qarab aytgandan keyin, siz Aliyani qanchalik tushunasiz? U qandaqroq qiz? deb so'radi. Bu nima degani emas? Gapni aniqroq dema. Aliyaga nima bo'pti? deb so'radi. Amsa, siz qo'lingizni ding tutib anglang, ha? Aliya sizga bola aldırğanның gepini qilganmi? Menga u to'g'riliq bir narsa demagan. Ha, undaq bo'lsa, Aliya siz bilan tanishishdan burun ko'p qatim bola aldırğan ekan. Ko'p qatim bola aldırıversa, homilani saqlab qilish tasqi to'xtaydi. Shuning ta'siri tufayli bolani yana saqlab qolg'ili bo'lmadi. Bu gapni anglab, minglarimdan tutun chiqib ketdi. O qiz emasmi? Yeliq kechidagi kirlikdagi o'yib qolgan qancha. Bu zodi qandaq ish? Bu qandaq bo'g'ini amdi? Men nima degan sho'r peshona? Men uning so'zlarini anglagancha osmon cho'y bilan o'tgandek to'yib ketdi. Ko'z oldim qorong'ilashdi. Ra'noning u ko'p qitim bola oldirganlik uchun degan mushu so'zi quloq to'yimda to'xtamay jaranglaydi. Shu on buningdan nachabda burunqi bir ish esimga keldi. Bir yakshanba kun edi. Men osma ko'vrikdan oldirab o'tib bir qiz qo'limga bir tashviqot varaqasini tutqizib qo'ydi. Yo'lda ketayotgach o'qib boqsam, qizlarga necha yuzgan bilanlar qizlik sog'in bo'ladiganligi. To'y kechasi ansirashning qilcha ojida yo'qligi to'g'risidagi e'lon tashviqoti keldi. Ko'riblar shundoq ochiqim kelib, "Nomsizlar" deb o'zimcha qo'tildab axlat to'nga tashlab o'tgan edi. Bu ishning mening beshimga kelganini ko'rmadim. Men Ra'noga esilib turib qattiq yig'ladim. Nemishqa shundoq bo'ladi? Nemishqa? Zodi nemishqa? O nemishqa saxta qizlik bilan aldaydi? Nemishqa bir obdan oilamni vayron qiladi? Men uningga hech bir yomonlik qilmagan tursam, ana so'zlarimni anglab, chidab turolmay, Meni kechiring. Rastla meni kechiring. Men sizni xato ayblabdiman. Sizning muhabbatga samimiy sodiqligingizdan gumon qilibdiman. Men xato qilibdiman. deb yig'lab tashladi. Men ichimda Aliyani buzuq, iflos deb mungni tilladim. Uning qattiq g'azab nafratimni bildirdim. Shundoq bir qiz bilan to'y qilganimga qattiq o'kindim. Bir g'azatdan keyin bir sestra operatsiyaning oyoqlashganligini, ayolimni ko'rib chiqsam bo'ladiganligini deb qo'yg'ili ishxonaga kirdi. Men uning gapiga inkas qaytarmay jimmida turdim. Mening Aliyani ko'radigan ko'zim yo'q edi. Ra'no menga qarab qo'yib, Tez uning qishig'i kiring. U hozir sizga muhtoj, dedi. Men johilligimga ilib, kirmayman deb kaskin rad qildim. Amsa, ikkimiz birga kiraylik, deb o'rnidan turib meni chiqtamshadi. Shundoq qilib, amalsizlikdan Ra'no bilan ikkimiz u yotgan yotoqqa kirdik. U meni ko'ribla bar ovozini qo'yib berib, qattiq unsilib yig'lab ketdi. Ra'no uning qishig'i berib, bo'ldi singlim, yig'lama. Yaxshi davolaning, deb tasalli berdi. U hech bir yig'idan to'xtaydigandek emas. U o'z-o'zini qachatlab turib, meni kechiring. Men sizni aldadim. Meni kechiring. u yerda yana turaverishga toqatim qolmadi. Men bir Ra'noga, bir Aliyaga qarab qo'yib, kasalxona eshigini qattiq yopgan paytda chiqib ketdim.
quloq tubimda Ra'noning meni chaqirgan ovozi angladi. Ko'chadagi hamma narsa shunchalik so'qoq bo'ldi. Ko'z oldimda yiliq doktorxonaning qizliqni asliga keltirish e'loni paydo bo'ldi. Men jirginish ichida doktorxona qarab qo'yib, o'z yo'limni davom etdim. Men shu mang'inimcha shaharning sal chetigaroq joylashgan qovoqxonaga keldim. Bu joyda o'zim yolg'iz aroq ichishga boshladim. Ra'noning Aliya siz bilan tanishdim burun. Ko'p qatim bola oldirgankan. degan so'zi quloq tubimda to'xtamay jaranglaydi. Efendim, o'zingiz yolg'iz keldingizmi? Ha, o'zim yolg'iz keldim. Qandaq? Gapingiz bormi qizchaq? Boshqishmi yo'q? Shu men sizga ulpat bo'lib ichish beray degan. Nima da'votsiz? Siz haroq ichamsiz? Bir qiz bola turib, mushunda qilishdan o'yolmamsiz? Efendim, sizning ta'limlaringiz menga ortiqcha. Men bundaq tanbihlarni to'la anglab, ko'nib ketgan. O'zimning tutgan yo'li bor. Xolamasangiz, boshqalarga ulpat bo'lsa-mu bo'laveradi. Chaqning bu so'zlarni anglagancha kallam ko'tarmoq bo'lib ketdi. Ha, bo'ladi. Qani o'ltiramamsan? Shunda qilib, egiz bo'yliq, chiroyli bu qiz aroq butulkasini qo'liga ilib, rumkaga tiqlab aroq qo'ydi. Siz bilan tanishganimdan to'liq xursandman, efendi. Dab, rumkani qo'liga ilib, gup-gup ichib. Arqadan mangmi bir rumka aroq sotdi. Menmo bir ko'tarib ichib etdim. Ismingiz nima, qizchaq? Ismim Asiya. Bir qatim to'y qilib ajrashib ketgan. Bir qatim to'y qilgan, ham ajrashgan degan mo'l gaplar beshimga bir og'riqni kirgizib etdi. Sizning-chi, efendim? Mening ismim Shavkat. Shirkatda ishlayman. Menmo bir qatim to'y qilib ajrashgan. Ha, mundaqdan, efendi. Shunga sizmi menga o'xshash tatmankansizda? Haroq garchi yaxshi narsa bo'lmasa-mu, odamning dardiga darmon bo'ladi. dedi u miyqida kulib qo'yib. Shundoq paranglarni qilg'ach, orqa-orqadan bir necha butulka aroq ichib bo'ldik. Har ikkimiz obdalla tashilib qolgan edik. To'satdan yandirg'im kelib, o'rnimdan turishimga Efendim, qaytamsiz? dedi. Yo'q, yandirg'im kelyapti. Shundoq debla qo'ltig'imdan yo'lab tozliq uy taraf kelib mangdi. Tozliq uyga orani ulgurdi. Birli qilib, hammani yandirdi. U mening bechora abtimga qarab, Ha, endi yaxshi bo'lib ketisiz, dedi. Men uning yordamida o'rnimga kelib o'tirdim. Butulkadagi ozroq ishib qolgan aroqni 2 rumkaga to'ldirib qo'ydi. Mashina ishlayotgandan keyin qaytib ketaylik. Men sizni uyingizga olib qo'yay, ha? dedi u. Shunda qilib, degini bo'yicha meni yo'lashtirib, qovoqxonaning oldiga chiqdi. Ham bir taksini to'sdi. Efendim, uxlab qolmang. Uyingizning adresini deb bering. Men uningga uyning adresini deb beraman debla uxlab ketibdiman. U meni shoferning yordami ostida mashinadan yo'lashtirib tushirdi. Ondan yana men deb berganim bo'yicha uyga yo'lashtirib olib chiqdi. Yotoq uyga kiribla karavotga tashladim. Aroqning ta'siridan beshim etilib ketgudek og'rib ketdi. Uning ustiga oshqoznim og'rib bearam bo'ldi. Efendim, bir yeringiz og'riyotamdi. Sizga qanday yordam kerak? Nima? Siz hech qaytmadingizmi? Bo'ldi, qaytib keting. Mendan ansiramasingizmi bo'ladi? Hozir bir kech bo'lib ketdi. Tongga qanday qaytib ketay? U faqat yepimni olmaydigandek emas edi. U qishimga kelib o'ltirdi. Men u qizga sapsilib qoldim. Taq turqi kelishgan. Ham gap so'zlari siliq sipoya.
qandoqsiga bu yo'lda manqandi. Bakma hayron qoldim. Ham uningdan so'rab boqmoqchi bo'ldim. Qizchaq, siz nemishqa boshqalarga amra bo'lib, aroq ichib berasiz? Sababini bakma bilgin bor. Qizchaq menga bir qarab aytgandan keyin qattiq unsilib yig'lab ketdi. Uning yig'isi yurak bag'rimni ezib o'tdi. Bir hazatdan keyin yig'isini to'xtatib, bo'ldi so'rama. Men demay. Odamning beshiga neni qismatlar keladi ekan. Taqdirim kaj qizman. Mush yo'lda mangmay ilojim yo'q. Uning bu so'zni anglab, Oliya esimga keldi. Oliyaning meni aldab, menga yotliq bo'lishidimi? Kishiga deyanmaydigan bir atil qisınchilikqa bor o'xshamamdi, deb o'ylab qoldim. Qizchaq, siz yana qaytib keting, deb portmaldan 300 qo'y pulni uning taqdim. U bir menga bir pulga qarab, sizningcha pul bak cho'ng narsa ha? Pul hammaga qodirmi? Pul orqali birovning baxtini qaytirib kelgili bo'lamdi. Kechiring apandi. Men pulingizni olmayman. Siz meni xato tushunib qopsiz. Mendan xotirjam bo'lamagan bo'lsangiz, asta ketib qolay. Uyga borsammi, bormasammi menga baribir. Uning bu so'zlari meni texmi gangirtib qo'ydi. Uning gaplarini anglagancha qaymoqib qoldim. Ha, bo'pti, mishiyada qo'nib qo'ying. Tang yurganda kassingizmi bo'ladi? Amsa aramalamdoq, dedim men uningga. U asta o'rnidan turib, yana bir yotoq uyiga kirib ketdi. Men shu yotqancha bosh oxiri yo'q ishlarni o'ylab, suollar ichidan qanoat his qiladigan-dek javob topolmay uxlab ketibdiman. Atandim, uyqungizni ayting, degan ovozdan tasda uyg'ondim. Qarasam, Osiya karvatim yenida turibdi. Men o'rnimdan turib, oshxona uyga kirdim. Mezilik tomoqning hidi butun atrofni bir og'an edi. Ha, tomoq yang. Siz uyg'ongacha ochiq-chuchiq qilib qo'yman atdim. Kechadan uxlamgan o'xshamabsiz. Shu, faqat uyqum kelmadi. Shuni bekor turg'icha deb atdiganda tomoq atdim. Rahmat sizga, Osiya. Sizni tunigundan beri bak jabodi qo'ydim. U gap so'z qilmadi. Men u atgan quymanni ichishga boshladim. Bu tomoq shunchalik o'xshagan edi. Men uzoq bo'ptikan bunda quymanni ichib boqmoqli. U uy ishlarini tugatgandan keyin uydan bo'lib chiqdi. Ha, rost apandi, oqshom mashinangiz shu yerda qo'yib qolgandi. Vaqt chiqarib akilib eling. Ha, bo'ladi. Men tushdi berib akilib olay. Sizni uyingizga olib qo'yaymi? Ondan ishga borsammi bo'ladi? Bo'ldi, avvar bo'lmang. Biz mushiyadil xo'shlashaylik. Vaqtingiz yetsa, u tarafga o'tib turasiz. U shundoqda bir taksi to'sibli ketib qoldi. Men uning orqasidan xeyli uzoq qarab qoldim. Ham taksidan birini to'sibla shirkatga qarab oldim. Shirkatga berib, xizmatdoshlar bilan ahvol so'rashib, ishxonaga kirib ketdim. Ulan faqat ish qilmadi. Shu topda xiyolimda Ra'no, Oliya, tig'i oqshomni qavoxonda tunishgan Osiyadan iborat bu 3 ayol bir-birlab ko'z oldimdan o'tishga boshladi. Bo'libmi, Oliyaning qizligini yo'qotgan holatda menga yiqilishib to'y qilgan. Qanday qismatlar sababli bundoq ichinishli holatga kelib qolgani menga yanada bir yechilmas sir edi. O'ylagan siri beshimning ichimi teshimi qotdi. Eshikning chekilishi bilan diqqatim buzildi. Darhol eshik tarafga qaradim. "Aqini kiring" degandan keyin eshik ochilib, bir ayol kirib keldi. Har ikkimiz bir-birimizga qarashib qoldik. Orani bir oz jimjitlik bosdi. Men darhol o'rnimdan turib, uni yon tarafdagi sofaga taklif qildim. Uning menga qarashlaridan daydigan muhim gapi baliq chiqib turardi. Ra'no istakandagi choyni bir o'tlab o'tgandan keyin men qarab, Siz hozir Oliyaning ishlaridan xabardor bo'ldingiz. Qanday qilishni o'ylayapsiz? dedi.
Bu ish haqiqatan menga bek ig'ir keldi. Men uni bundoq iflos ishni qila deb xiyolimga keltirmabdi ekanman. Bo'ladigan ish bo'ldi. Hammani uningdan ko'ygili bo'lmaydi. Sizmi ayni chaqda mast bo'lib qolib, shu ishni qilmagan bo'lsangiz. Onun bu gaplari yetishib turgan yerimga to'satgandek bo'ldi. Rost aysiz. Men shu mast bo'lib qolib, uningga chiqildim. Ammo u nemishqa meni saxta qizlik bilan aldaydi? Acaba bumi mening xatoligimmi? Deb o'zimni bosolmay Ra'noga ochiqlab so'zlab ketibdiman. Meni kelib uning sababidan sizning mangulik muhabbatingizdan ayrilib qoldi. Bumi mening xatoligimmi? Men uni bir umr kechirmayman. Men uni kechirmayman, Ra'no.